Yoshlikda ishlash kerak, yoshlikda faqat ishlash kerak, qariganda dam olish uchun, qariganda maza qilib yashash uchun deydi ko'pchilik. Qariganingda sen kurtoy mashinada yurganing nima kerak? Nima kayf beradi? Yoki qariganingda cho'tki uylarda yashayapsan-da, lekin sen kasalsan. Nima kerak bunaqa hayot? Sen yoshligingda kuching borida chiroyli yur, chiroyli kiya, chiroyli joylarga bor, aynan o'rtoqlaring bilan yur. Misol uchun-da, ham ishlama demayman, ishla. Prosta o'zingga ham rasxod qilishni o'rgangin-da. Shunaqa bolalarni bilaman, faqat yig'adi ular, faqat yig'adi. Nima uchun ishlayotganini bilmaydi. Faqat yig'ib o'lib ketadi. Senga yetaveradi atrofdagilar. Faqat ishlash kerak, qariganda dam olish uchun nimadirlar deb. Sen o'zing hayotingni yozuvchisisan-da. Bunda o'ylab ko'r, hozir faqat yig'aversan kelajakga. U kelajakda sen bormisan, yo'qmisan, o'lib ketarsan balki ungacha. Misol uchun, ertaga yoshing 40 ga borgandan keyin hayotingni orqaga qarasang, hech nima qilmagansan. Hech nimadan maza qilmagansan. Shuning uchun sen pul topyaptimi odam